Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tezkor qidiruv bo'limidan Rahimov. Gumonlanuvchi sifatida biz bilan borishingizga to'g'ri keladi. Qayerga? Idoraga. Men hech qayerga bormayman. Nima siz bilan borishim kerak? Iltimos, ko'p savol bermang. Har bitta gapingiz o'zingizga qarshi ishlashi mumkin. Men hech qayerga bormayman. Nima aybim bor meni? Pastda xodimlar bor. Kuch ishlatishga majbur qilmang. Kiyimimni alishtirib olsam maylimi? Yo'q. Oyoq kiyimingizni kiying ketdi. Senga maslahatim, xayolingni bir joyga qo'yganda, o'ylagin nima qilganingni. Oka, men hech narsa qilganim yo'q. Alo, adasi, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Nima bo'ldi? Nimaga olib ketib qolishdi sizni? Hammasi yaxshi, gapimni eshitgan. Aha, Hozir mashinaga tushganda, bardacho'gida vizitka bor. aha, O'sha vizitkada nomerga telefon qilganda, vaziyat tushuntirguncha. aha. Xo'p. Xo'p. Voy, mana bu to'lqinmi? Qani? Ha, o'zi o'xshatdi. O'zi-yu? O'qchi nima bo'pti? Psixotrop moddalar bilan shug'ullanuvchi shaxs qo'lga olindi deb yozib qo'yibdi. Masalaga nima degandim? Qo'shilmalarni shunga deb aytuvmidim? Sana o'qmoq qilib kira qiladigan oddiy bola edi-yu. Tupu tuzu normalniy bola edi lekin. O'shaning uchun ko'rgani borib yurmalaring. Ertaga salani ham boshingni ortadi keyin. Odam ichida nima borligini bilib bo'lmaydi. Qara shuncha yillik og'aynimiz. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men tanidingizmi? Vizitka beruvdingiz. Tanidim aka. Tanidim. Voy aka, ming bor uzr. Narsalar qolib ketdi, aka. Qaramaysizmi? Qancha joydan qaytib kelyapsiz? Xayol bilan tushib ketib qolmang aka. Aka, shart emas, shart emas. Shunchaki yaxshilik qildim. Yo'q aka, qancha joydan qaytib kelyapsiz-ku? Savobisham qilib turish kerak, aka. Rahmat. Aka, qarang. Yo'q, aka, shart emas. Yo'q aka, gapimni eshiting. Mashinani arendatori qiluv qilib qolishi mumkin.